700,000 people in America who identify as Satanists. Many of its members belong to the Satanic Temple, a real place in Massachusetts to turn the devil into the ultimate. A real place in Massachusetts to turn the devil into the ultimate symbol of har qanday sig'inilingan narsa o'z-o'zidan shaytonga sig'inilyapti. Chunki Alloh Qur'onda aytgan: "Alla ta'budu shayton va an ya'buduni." Shaytonga sig'inmanglar, menga sig'ininglar degan. Inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim degan-ku, shaytonlar o'zining oshnalariga vahiy qiladi. Masalan, masonlar toifasi ham to'g'ridan-to'g'ri men o'ylaymanki, shunaqa toifalar haligacha to'g'ridan-to'g'ri shayton bilan aloqa qilishga o'tgan insoniyat oxiri. Shuning uchun qiyomatda insoniyat arinallazina adallana minal jinni wal ins, bizni adashtirgan jin va insni bizga ko'rsatgan, oyog'imiz tagiga olaylik ularni deydi. Baribir nimadir narsaga e'tiqod qiladi odam. Bo'shliq to'lmaydi hech qachon. Bo'sh turmaydi ya'ni. Masalan, bir idishda ichidan aytamiz, suvni sug'urib olsangiz nima bo'ladi? Ichiga havo kirib qoladi. Ana shuning uchun o'z-o'zidan bu shaytonga borib taqalaveradi. Va hozirgi kunda o'shanaqa tushuncha urchigani sababi, masalan, echkin shoxiga o'xshagan bir kallani qo'yib, o'sha shaytonni ramzi qilibdi, ya'ni o'shanga sig'inish, hamma joyda shunaqa ikki shoxa, hatto selfi tushsa ham shayton shoxasi qilib selfi tushish. Shunaqa qilib shayton odamlarga shunaqa his bergan, ya'ni biz go'yoki butun hamma narsani boshqaruvni biz qilyapmiz, bizni qo'limizda turibdi degandek, ya'ni. Ana shu bog'liqliklar bu. Nima uchun yahudiylikka bog'lanadi? Chunki yahudiylik Masihid Dajjolga bog'liq, Masihid Dajjol esa bu iblisga bog'liq, ya'ni. Nimaga endi bunaqa darajada gumrohlik desiz? Nimaga endi bunaqa darajada gumrohlik desiz? Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, negadir satanizm, shaytonga sig'inadigan dinni yahudiylikka bog'lab, unisini bunisi paydo qilgandek ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Savolim, satanizmning asli qayerdan paydo bo'lgan? Nega shu darajada gumrohlik, shaytonning yomonlik timsoli ekanini hamma biladi? Undan ko'ra molga, maymunga sig'inayotganlar nisbatan farosatliroq emasmi? Bu borada boshqa foydalar bilsangiz, ularni ham ulashsangiz debdilar. Birinchidan, har qanday o'sha botil dinning asosi aslida shaytonga borib taqaladi. Ya'ni har qanday o'sha molga sig'inayotgan siz aytganingizdek, hatto jinsiy avratga sig'inadigan toifalar bor. Allohdan boshqaga har qanday sig'inilingan narsa o'z-o'zidan shaytonga sig'inilyapti. Chunki Alloh Qur'onda aytgan: "Alla ta'budu shayton va an ya'buduni." Shaytonga sig'inmanglar, menga sig'ininglar degan. Shundan chiqyaptiki, qarang, Allohga sig'inish bor, o'z-o'zidan uning ziddi nimaga sig'inish? Shaytonga sig'inish. Hech kim men shaytonga sig'inyapman demaydi, lekin Alloh shaytonga sig'inmanglar degan. Bundan chiqadiki, o'z-o'zidan, ya'ni Allohga sig'inmayotgan odam shaytonga sig'inyapti. Uni endi ko'rinishlari har xil. Kimnidir shayton mana Makka mushriklariga o'xshatib but o'shanga sig'intiradi. O'shani orqasidan o'ziga sig'intiryapti lekin. Chunki u butlar hech qanaqangi u buyuradigan, qaytaradigan emas. Endi uni bozori o'tmay qolsa, kasodga uchrab, odamlar butni tanib qoldi mana. Hadisda aytilgandek, shayton Arab yarim orolida namozxonlar unga sig'inishidan umidini uzdi deganlar-ku. Ko'ryapsizmi shu yerda ham mana shayton unga sig'inishidan umidini uzdi. Asli shaytonga sig'inmagan hech kim Arab yarim orolida. Butga sig'ingan, lekin shuni shaytonga sig'inishidan deb nomlashyapti. Nomladilar hadisda. Butga sig'intirganda demak shayton kimga sig'intirgan asli? O'ziga sig'intirgan, ya'ni. Lekin endi mayli, uni bozor kasodga uchradi. Uni bilib qolishdi, bu but shaytonga sig'inish ekan, butga sig'inish. Bu botil ekan. Endi boshqa narsaga sig'intiradi. Zamonaviy butlar chiqaveradi. Shuning uchun mana hadislarda Abdud Dinor, Abdud Dirham deb nomlaganlar Rasululloh bir hadisda bir odamlarni dinorda qo'li, dirhamga qo'li deb. Uni o'shanga sig'inadi. Uni ham ortida aslida shayton bor, ya'ni. Sharikhum fil amwali wal avlad degan, chunki Alloh odamlarning mollariga va bolalariga sen borib sherik bo'l degan. Xo'p, endi mana shu hozirgi siz aytayotgan narsa ham shaytonga sig'inadigan. Bu qachon chiqdi bu narsa? O'zi qadimdan hamma shaytonga sig'inib kelyapti, lekin ochiqchasiga shu shaytonga sig'inaman degan narsa, ya'ni. Qachon o'zi bunday paydo bo'ldi desangiz, odamlar o'zini o'sha o'tgan botil diyonatlardan onglik sanagan vaqtida. Ya'ni, masalan, hali Fransiya inqilobi dediku tarixda. Shu Fransiya inqilobida odamlar dindan o'zini onglik sanay boshladi. Ya'ni biz din degan narsa, din afyon, masalan, ateistlardagi gap. Din qoloqlik, din boshqa deb, xoh u shirk ko'rinishidagi din bo'lsin, xoh yahudiylik ko'rinishida, xoh islom ko'rinishidagi, xoh nasorolik dinidagi, zardushtiylik dini ko'rinishida bo'lsin. Umuman olganda dinni odamlar u eskicha narsa, u bo'lmagan narsa deb ana shunaqa e'tiqod o'zini odam
behojat sanash. Lekin shunday deb o'ylaydi-da o'zini dindan behojatman deb. Baribir nimadir narsaga e'tiqod qiladi odam. Bo'shliq to'lmaydi hech qachon. Bo'sh turmaydi ya'ni. Masalan, bir idishni ichidan aytamiz, suvni sug'urib olsangiz nima bo'ladi? Ichiga havo kirib qoladi. Bo'sh turmaydi ya'ni. Nimadir gazlar bo'ladi. Ana shunga o'xshab odamzodning ichidan din olingandan keyin shayton keyin ochiqchasiga odamlar bilan ana shu narsaga muloqotga o'tgan. Inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim degan-ku, shaytonlar o'zining oshnalariga vahiy qiladi. Masalan, masonlar toifasi ham to'g'ridan-to'g'ri men o'ylaymanki, shunaqa toifalar haligacha to'g'ridan-to'g'ri shayton bilan aloqa qilishga o'tgan insoniyat oxiri. Shuning uchun qiyomatda insoniyat arinallazina adallana minal jinni val ins, bizni adashtirgan jin va insni bizga ko'rsatgan, oyog'imiz tagiga olaylik ularda deydi. Shundan ham chiqyaptiki, demoqchiman, odamzod o'shanaqangi masonlar mana shu shaytonga sig'inadiganlar. To'g'ridan-to'g'ri shayton bilan aloqaga o'tgan ular. Avval masalan haligi qon chiqarish, boshqa uslublarda bo'lsa, hozir to'g'ridan-to'g'ri. Va shuning uchun ham ko'ryapsiz, mana bolalarni so'yish, hanaga Epstein narsasida ko'rindi, qurbonlik qilish bolalarni. Masalan, bular o'zlaricha, ya'ni onglik odamlar, bular 21-asrda odamlari. Hanaga o'zlaricha qanaqangi olimlar bor ularning ichida, fiziklar, astronomlar, siyosatchilar, ziyolilar deydi-ku. Lekin shularda ham shayton mana shu narsaga undagan, to'g'ridan-to'g'ri o'ziga qurbonliklar qilish, o'ziga yaqinlashtirish, o'ziga ibodat qildirish ya'ni. Va buni oxiri oqibati borib dajjolga ulanib ketadi. Hozir siz men aytayapsiz-ku, nima uchun shaytonga sig'inadigan dinni yahudiylikka bog'lashadi deb. Chunki dajjol yahudiylarning rahnamosi. Ya'ni yahudiylar uni kutadi, Masih chiqishini. Hamma aslida iymon keltirgan, lekin yahudiylar o'zi ular e'tiqod qilib kutayotgan shaxsiyati u, xaloskori ulardi ya'ni. Xo'p, dajjol nima qiladi chiqib? Dajjol inson ko'rinishidagi shayton u aslida. Shu hatto ba'zilar aytadi-ku, inson bilan jindan chatishgan u deydi. Dajjolni ya'ni. Shuning uchun g'ayrioddiy. Xuddiki mana Iso alayhisalom otasiz tug'ildilar. Lekin bu endi iloh bilan nasoralar o'ylagandek bo'lgandan degani emas. Lekin otasiz farishta puflashligidan tug'ildilar, to'g'rimi? Otani o'rniga farishta pufladi. Ana shunga o'xshab katta ehtimol bilan dajjolda ham iblisga qanaqangidir aloqasi bo'ladi. Shuning uchun ham o'zi tug'ilgan deyilgan u va iblisga o'xshab uzoq yillardan beri yashab yotibdi va chiqib keladi qiyomatdan oldin. Shuning uchun ham unga ham g'ayrioddiy kuchlar beriladi. Ya'ni aytmoqchimanki, Masih haq Masih muqobilida uki inson bilan farishta puflashligidan paydo bo'lgan Masih alayhissalom. Insonga farishta puflashligidan. Ana shuni muqobilida shayton o'zini Masihini chiqargan. Uki insonga jin puflashidan paydo bo'lgan maxluq. U kishida ham g'ayrioddiy xislatlar bor, Iso Masih alayhissalomda ham. O'likni tiriltiradilar, hokazo boshqa mo'jizalar, pislar, ko'rlar davolaydi. Bu inson bilan jinni chatishmasdan paydo bo'lgan Masihda ham shunaqa xususiyatlar bor. Qisman bo'lsa ham bir martadan o'likni tiriltiradi yoki davolaydi odamlarni. Ana shunaqa g'ayrioddiy qudratlar berilgan. Endi aytmoqchimanki, ya'ni nima uchun shu shaytonga bog'lanadi yahudiylikda? Aslida yahudiylik shaytonga sig'inish emas. Ya'ni Yaqub alayhissalom yoki u kishining zurriyotlari nimaga sig'inasizlar menga? Allohga deyishgan. Lekin o'sha buzilgan dini ularni mana shu narsaga bog'langan, Masih dajjolga. Masih dajjol kimga bog'langan ekan? Shaytonga bog'langan ya'ni. Ana shuning uchun o'z-o'zidan bu shaytonga borib taqalaveradi. Va hozirgi kunda o'shanaqa tushuncha urchigan sababi, masalan, echkin shoxiga o'xshagan bir kallani qo'yib, o'sha shaytonni ramzi qilibdi, ya'ni o'shanga sig'inish, hamma joyda shunaqa ikki shoxa, hatto selfi tushsa ham shayton shoxasi qilib selfi tushish. Hamma narsa xuddiki bu nimaga ishora? Ya'ni shayton o'zining atbolariga shu buyruq qilganki, o'sha atbolari o'zlaricha shunaqangi his oladi o'ziga va odamlarga ham shu hisni berishni istaydiki, hamma narsa bizning qudratimiz ostida turibdi. Butun olamni hammadan shu ikki shoxa shaytonning shoxasi, hadis Rasululloh aytganlar-ku. Shaytonning ikki shoxi orasidan chiqadi quyosh boshqa botishida ham deb. Ana shu ikki shox ramzi oki tavhidning ziddi asli. Tavhid qilsa shuning uchun biz bitta qo'limizni ko'taramiz. Bular hammasi ikkita qo'lini ko'taradi shayton shoxiga ishora qilib, shu narsa rivojlantirilgan, o'zi ham nima qilayotganini bilmaydigan tarzda trendga chiqarib, odamlar shunaqa qilib rasmga tushadi. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasi. Shunaqa qilib shayton odamlarga shunaqa hisni bergan. Ya'ni biz go'yoki butun hamma narsani boshqaruvni biz qilyapmiz. Bizning qo'limizda turibdi degandek, ya'ni. Ana shu bog'liqliklar bu. Nima uchun yahudiylikka bog'lanadi? Chunki yahudiylik Masih dajjolga bog'liq, Masih dajjol esa bu iblisga bog'liq, ya'ni. Nimaga endi bunaqa darajada gumrohlik desangiz? Chunki Allohga sig'inmagan har qanday odam gumroh o'zi. Nimaga sig'inishdan qat'iy nazar.
yomonlik timsoli ekanligini biladi, lekin odam aslida manfaat quli. Odam yaxshilik, yomonligida qul emas. Odam manfaat quli. Ya'ni nima narsadan unga manfaat kelsa, o'shanga qullik qilaveradi odamzod. Hozir endi o'sha shaytonlardan manfaat keladi. Yahudiylarga ishlasa, o'shandan manfaat keladimi? Bo'ldi, o'shanga qullik qiladi. Havoy nafsini iloh qilib olgan degani ham shu aslida. Bunga ya'ni hech qanaqangi haligi dunyoda ezgulikni bilib, uni qiladigan yoki yomonligini deb uni tark qiladigan emas odamzod. Yo'q, bir narsani ezgulik deb turib ham tark qilaveradi. Bir narsani yovuzlik deb turib ham qilaveradi. Nimaga desangiz, manfaat. Odamzod shunaqa, chunki tamagir. Nima narsadan unga o'sha manfaati bitsa, o'shanga xizmat qiladi odamzod. Allohu a'lam.